Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining maxsus xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Aziz ko'ruvchilar, hammanglarning ko'rib turgandek, ham oldin qitimliq programmamizda to'xtalib o'tgandek, qurultayninki markaziy ishxonasi asos qilingan qurultayning har qaysi ishxonalarninki direktorlari, maliya va qurultay uchur tashviqot markazininki mas'ullarini tarkib topgan xizmatchi xodimlar yig'ini Ispaniyaninki Kataloniya beylikining paytaxti bo'lgan Barselonada o'tkazilgandi. Hazır ko'rib turganinglardek biz Dünya Uyg'ur qurultiyininki chet ellik xodimlari bilan birga bugun o'tiribmiz. Ularni ziyorat qilib, ularninki qisqacha tanishib chiqishga va ularning qurultaydagi xizmat vazifalari va funksiyalari haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berishga tirishamiz. Xo'sh, oldi bilan men mikrofonni qurultayninki ingliz bayonotchisi va qurultay ayollar komitetininki mudiri Zumratay Erkinga uzataman. Zumratay Erkin, siz bu qurultayninki chet ellik xodimlarni qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Oldu. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Bizning bu qurultayda ishxonadagi ishlayotgan xizmatchilar bu yerda o'tirdi. Birinchidan bizning Brükseldagi yinimda o'tirgan Kunstop, bu o'zi Gollandiyalik, ammo bizning Brükselda 3 yil yaqin bo'ldi. Bizning Brükseldagi Yevropa ishlariga mas'ul koordinator. Butun shu Yevropa parlamenti bilan, Yevropa komissiyasi bilan, Yevropa parlamentining a'zolari bilan aloqa qurib, mush xizmatni elib kelib bordi. Undan keyin bizning endi o'tgan Izabella, bizning Londondagi Raymada bilan ishlaydigan Izabella shu Angliyadagi xizmatlarni elib bordi. Mayli kompaniya bo'lsin, mayli parlamentdagi xizmatlar bo'lsin, shu aloqalarni qurib, shu xizmatni elib kelib Izabella. Undan keyin bizning Eva xonim va bizning Münih ishxonada ishlaydi. Buning ishi shu bizning Berlindagi ishxonadagi direktor Xayrkan bilan birga shu Germaniyadagi ham germancha so'zlaydigan davlatlardagi lobbichilik faoliyatlariga mas'ul. Ondan keyin yangi xizmatchimiz Sheila, bu Brükselda yangidan boshladi. Bu Brükselda shu bizning xalqaro parlament koordinator. Bu əmli şu xalqaradakı parlament a'zolari Uyg'ur davosini qo'llayotgan şu parlament a'zolari bilan munosabatni qurib ham aloqalashib turadigan koordinator yangidan ishga tushdi. Iveta bo'lsa bizning Pragdagi şu Visegrad davlatlaridagi koordinatorimiz şu Çekiya bilan Polska, Slovakiya, Sloveniya degan davlatlarning mas'ul, shu davlatlarning mas'ul bo'ldi. Shu parlament a'zolari bilan nim qilish ham boshqa tashkilotlar bilan, boshqa akademiklar bilan aloqani qurib, har qanday faoliyatlarni olib borishga mas'ul. Undan keyin bizning Claudia bo'lsa, Claudia o'zi ispanlik Madriddan, lekin bizning Münih ofisida 6 oy bo'ldi. Biz bilan praktik qilib, biz bilan ishlayotdi. Buning ham ishlashni tushib qoldi, lekin 6 oyning yog'i biz bilan ishlab keldi Münih ishxonada. Qurultay ishxonasining praktikanti. Ko'p rahmat sizga Zumratay Erkin. Endi biz bularninki funksiya va vazifalaridan xabardor bo'ldik. Aziz ko'ruvchilarimizda ham shu. Endi bularninki qurultayda shunday jafoliq ishlar qilyotdi. Chet ellik bo'lsa-mu, Uyg'urlar uchun nurg'unlagan jafoliq xizmatlarni qilib, tirishchiliklar bilan xizmat ko'rsatib kelyotdi. Bulardan meningki qisqacha so'raydigan savollarim bor. Bularninki hammasiningki funksiyasiga aloqador ishlash jarayonida, xizmat qilish jarayonida qanday natijalarni qo'lga keltiribdi. Bularning haqida oldindan Kunstop akamizdan boshlangan holda bir so'rab bakkan bo'lsangiz xizmat huquqlarini. So, since you started working with Royal Congress, what are some of the biggest achievements that you've I think in the past 2.5 years, if I would highlight 3 Men riyosatchilik qilayotgan Belgiya va Bryussel ishxonasininki xizmat o'tganki 2 yildan ortiq vaqt ichidagi xizmat huquqlarini tövəndiki 3 nuqtaga yakunlashga mumkin. Birinchidan biz Yevropa parlamentini va shundaqla Belgiya parlamentlarini Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorini chiqarishga
ündüdük ve muvaffakiyet kazandık. İkinciden biz yine Avrupa Parlamento'nu Xitay Uyghur kırgınçılığı alakadar Xitay əməldarlarındakı cəzalanışı üçün məxsus qarar çıxartdıq və bunlar üçün bir embargo yürgüzgən bulduq. Bununki biz çox utuqlarımızdan birisi deb sanıyalayımız və şundaqla biz bu Avropa Parlamentoda Uyghur qul əmgəkiga qarşı bir qancha qonun və qonun layihələrindəki çıxışığa cih xizmətlərini göstərdik. Şu Uyghur qul əmgəkiga qarşı turishni asaslıq nişan qılğan təminat zinciridəki məcburi əmgəkə qarşı turuş nizamnamələrində işxanamızın körsətgan nəhayət çox utuqları oldu. Əmdi İzabilla xanımdan oxşaş sual sorsak, bu İzabilla xanım London işxanasında işləyirkən qurultayınki, bu London işxanasındakı xizmət qilish jarayonidagi İzabilla xanımның özününki xizmət qutuqları haqqında qısqacha to'xtalib o'tgan bo'lsa. Biggest achievements since you've joined Congress London? I think one of the biggest achievements for me has been the success, or was the success of our genocide amendment. London işxanasındakı xizmət utuqlarımı köp qırlıq bo'lib, biz bu yerda özümüzdeki o'tganki bir qancha yildagi eng chong xizmat utuqlarimizni jumladan shu Angliya parlamentida chiqqan Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilish qaroridan faxrlangan holda bu xizmat utuqlarimizdan birisi deb deyalaymiz. Biz bu jarayonda Dünya Uyg'ur qurultiyi boshliq shu Angliyadagi yerlik tashkilotlar, har qaysi dinlarniki vakillari ve şundaqla başqa xalq arasındaki təşkilatlarınki yaqından yardım qilishi və qo'llashi bilan biz Angliyaniki siyasi və ictimai qatlamlarında Uyğur qirg'inchiligi bo'lgan tanishni oshirdik və bu Angliya siyasi qatlamlarındaki jumladan Angliya parlamentidagi nurg'unlagan parlament a'zolariniki bu masalaga bo'lgan qiziqishini, diqqatini və istaşlığını qo'lga keltirib, natijada Angliya parlamentida Uyğur qirg'inchiligidan Uyghur qirg'inchilik e'tirof qilgan qarornoma chiqarishga turtki bo'ldik. Undan boshqa yana biz jumladan shu qishliq Xitoy olimpiki, Beijing olimpiki mezgilida biz Xitoyniki Uyg'urlarga yuz bergan Uyghur qirg'inchiligi haqidagi Angliya xalqininki ko'z qarashini texmo cho'nqurlashtirishga va shundaqla Angliya hukumatiniki va ijtimoiy cemiyetki nopozluq təşkilatlarınki bu olimpik müsabaqasını boykot qilishig'a qilgan bütün hareketlerge başlamçılık rol oynadık. Biz Angliyadagi Tibet, Hong Kong ve başka Uyg'urlar bilan taqdirdosh xalqlar bilan, millatlar bilan qo'lma-qo'l tutuşup Angliyadagi Uyg'ur davasınınki yuqur bir pallaga chiqishiga hukumatninki Şunçumdan parlamentninki bu meselege sezgür ve ciddi qarşıdan ibaret paydalı bir vaziyetni yaratışqa çok kuch chiqardik. Xo'sh, aziz ko'ruvchilar, endi biz qurultayninki Chexiyadagi xizmatchi xodimi va Prag ishxonasiningki mas'ul direktor bo'lgan va ibodat o'tgandek V4, ya'ni Visegrad davlatlarininki ham mas'ul bo'lgan Evita xonimni ziyorat qilmoqchi. Visegrad devletleri ibadet zümrette erken to'xtalib o'tgandek Çexiyaning atrofidagi Çexiya bilan chegirdash bo'lgan Çexiya, Slovakiya, Polsha va Vengriya to'rt davlatninki mas'ul xodim bo'lib hisoblanadi. Xo'sh, Evita xonimdan men ibadatdan bu yuqoridagi ikki xizmatdeshimizning so'ragan savollarini o'xshash shaklda takrorlab so'ramoqchi. Bu Prag ishxonasini asos qilgan holda qilgan xizmat huquqlari bilan teng ibodat deb o'tilgan Visegrad davlatlaridagi xizmat huquqlari haqida qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsa. If you could just also cover your biggest achievements and also like in Czech Republic, but also in the V4 countries. Okay. So we did a lot of parliamentary work in Czech Republic that has to lead to some discussion. Dünya Uyghur Qurultayı'nınki Çexiyadagi vakolatchiligi jumladan Çexiya parlamentida va Çexiya hukumatida Uyghur qirg'inchiligi bo'lgan tanishni oshirishni nuqtaliq markaz qilgan
dava xizmatlarini kuchli jonlantirdi va shularningki bir natijasi sifatida biz Chexiya parlamentida Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilgan qarorni tilga ilib o'talaymiz. Bu qarorning chiqishi uchun bizningki Chexiyadagi Uyg'urlar davosiga asoslik qiladigan, qo'llaydigan tashkilotlar va kishilarningki yordamiga cho'nqur rahmat aytamiz. Uningdan boshqa yana biz Chexiyada markaz qilgan shu Sharqiy Yevropadagi davlatlarning orasida shu Uyg'ur masalasiningki tonilishi uchun qo'limizdan keladigan har xil ijtimoiy faoliyatlarni jonlantiryapmiz. Uyg'urlar masalasi haqida doklad berish, nutq so'zlash faoliyatlarini olib boryapmiz. Bularning boshqa yana biz shu Chexiyadagi donliq universitetlardan birisi bo'lgan Charles universitetida Uyg'ur mahkamasiningki qarorini tunishtiradigan faoliyatlarni olib boryapmiz. Ya'ni shu Uyg'ur qirg'inchiligining qarori Uyg'ur sotininki qarori chiqqandan keyin biz Chexiya davlatininki shu qirg'inchilik qarori bo'yicha Xitoy jazolarini embargo yurgizish va ularga taqib qo'yish uchun nuqtaliq qarorlarni ve emel tedbirlerini ilişki rağbetlendirdiği faaliyetlerimizi canlandırıyoruz. Endi bizningki qurultayning markazida ishxonasida ishlayotgan Myunxendagi Eva Stoker xonimni ziyorat qilmoqchiman. Eva xonimdanmi o'xshash so'ragan savolim markaziy ishxonasida german ishlariga mas'ul bo'lgan holatda va nemis tilini so'zlashadigan davlatlarning ishlariga mas'ul bo'lgan ve qurultayniki Berlin ishxonasiningki direktori G'ayur Qurbon apandi bilan hamkorlashib ishlayotgan Eva xonimningki xizmat yutuqlari haqida qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsa. Also the same question. When I was starting with the World War Congress 3 years ago, like German politicians or general MPs didn't know anything about the Uyghur Holocaust. Ben Dünya Uyghur Qurultayıga xizmat qilayotgan 3 yildan buyon Germaniyadami Uyghur davasınınki tonilishi ve shundaqla Germaniya siyosatininki, hukumatninki Uyg'urlar masalasiga nisbatan jiddiy tadbirlarni ilishi nuqtasidan az bo'lmagan yutuqlar qo'lga keldi. Jumladan Germaniya parlamentida Uyg'urlarni qo'llash va ularningki ovozininki Germaniya siyosiy sahnasida bir mühim o'ringa chiqishi uchun foydali o'zgarishlar maydonga keldi va shu qatorida Germaniya inson haqlari komiteti Xitoyningki Uyg'urlarga qaratgan siyosatining insoniyatga qarshi jinoyat ekanligi haqida qarornoma e'lon qildi. Uningdan boshqa biz yana Germaniyaningki asosiy qatlamlarida German xalqininki Uyg'ur masalasiga bo'lgan tunishini cho'nqurlashtirish, jumladan German shirkatlarininki Uyg'ur qul amgakiga aloqador sachiliklarini xalqqa bildirish orqali xalqninki ularga bo'lgan embargosini qo'lga keltirish orqali bu şirketlarninki Uyg'ur qul amgakiga chetishlik qilmishlarni to'xtatishga muvaffaqiyatlik xizmatlarni olib bordik. Jumladan shu muvaffaqiyatlar qatorida Germaniyadagi donliq kiyim-kechak markasi bo'lgan Hugo Boss şirketininki Uyg'ur diyaridan setib oldigan paxta masalalarini to'xtatish qarorining chiqishiga turtki bo'ldik va shundaqla nimada Germaniya Xitoy hokimiyatiningki Kunze institutiga o'xshash yumshoq kuchlardan foydalanib Germaniyaningki siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy qatlamlarga singib kirish qora niyatininki oldini olishga uchun xizmatlarni qildik. Jumladan shu Ingolstadtninki bir hukumat o'rni bo'lish sifati bilan shu Kunze institutiga beradigan pulini to'xtatdik va Germaniyada Kunze institutiga o'xshash Xitoyningki uzargan qo'li Germaniyaningki siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy taraflariga bo'lgan ta'sir doirasini kengaytirgan bir qurol ekanligini iborat haqiqatni tunishga turtki bo'ldik. Bu qatordagi xizmatlarimiz jonliq davom qilmoqda. Xo'sh, aziz ko'ruvchilar, endi ziyorat qilmoqchi bo'lgan xizmatdoshimiz bo'lsa, qurultayga yangi ish qilingan va oramizdagi eng yangi xizmatdoshimiz Sheyla xonim. Sheyla xonimmi o'xshash Germaniyadan, ammo Belgiyada turdi. Belgiyadagi
Brüssel işxanasındaki direktörü Kuhn Stop efendimge yardımcısından sırt Avrupa parlamentideki münasebetler hakkında ular parlament azaları bilen boğan lobby faaliyetlerge mesul olan yan hizmetleşimiz. Şila Hanım'dan sorayan sualım olsa şu. 2023 yeni iş elimde 2023 yıllık hizmet planınız bu hizmetke kirgendiğin keyinki bir konkret planlarınız olsa bu vaqt bir bizge kısaca malumat bergen bolsanız. So since you've joined recently the World Water Congress, what are some of your top priorities for 2023? So one of the top priorities that I'm currently busy with is developing our Africa strategy. Ben Dünya Kurultayı'na kirip Uyghur halkınınki şu İğir vaziyetinde kiçikten bir iş kıpıraydı geldiğim için üzümüne ait. Hoşal es kılımen menenki hizmetinin 2023 yılı hizmetinin asas noktaları şu Uyghur davası yeterlik anlatılmadı dep qaraldıgan Afrika ve Latin Amerika'daki devletlerge qartılgan buludu. Biz ömümüz bilimiz bu devletler BDT'de bir kişilik ornu var. Mühim Uygurlar hakkında mühim kararlar çıkan vaxtıda avaz beraleydigan ve bu şu kararlarınki Uygurların takdiri hakkında mühim kararlarını beraleydigan devletler. Biz hemen bu ötken kıtımlık nimelerde Birleşken Devletler Teşkilatı'da yüz bergen meselelerini inek köreleyimiz. Şunun için biz benim hizmetimin mühim noktasındaki birisi şu Afrika ve Latin Amerika'daki devletler içinde ictimai teşkilatlar ve devlet organları bilen alaka bağlaş ve Uygur meselesindeki bu devletlerde tonuluşuğa ve istaşlığa erişiş için türütkü buluş. Onundan başka yana dünyadaki bir kancı devletlerde Uygur dostluk grupları kurulgan ve onun içindeki parlament azaları Uygurlarınki meselesi için küçük çıkamakta biz bir yerdeki şu arkadaş devletlerdeki parlament azalarınki hizmetlerini Uygurlarga kılmakçı olan yardımlarını o'zaro moslashtirib texmi cho'ng unum hosil qilish uchun tirishimiz. Undan boshqa albatta dunyo qurultayidagi bir qancha davlatlardagi ishg'ollarda va shundan markaz qilib ilib borayotgan da'vo faoliyatlarida bir moslashtirish ilib boramiz va shu orqali bu xizmatlarimizniki davlatlar har qaysi davlatlardagi Uyg'urlar uchun ilib borayotgan xizmatlarni cho'ng bir natija yaratish uchun tirishimiz. Aziz ko'rurmanlar, endi ziyorat qilmoqchi bo'lganimiz qurultayda praktikant bo'lib ishlayotgan ispaniyalik Claudia xonim bo'ldi. Claudia, sizdan so'raydigan savolim, qisqagina 6 oylik praktikant bo'lib kelgan bo'lsangiz, bu jarayonda intayin jafoliq xizmatlarni ko'rsatdingiz, jafoliq ishladingiz. Buning uchun oldindan Do'q televiziyasi nomidan sizga rahmatimiz bildiramiz. Bu 6 aylık praktikantlık jarayonida qilgan xizmatlaringiz haqida qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz va bu qurultayda praktikant bo'lib ishladingiz, jiroq yerdan kelib qanday hissiyatda bo'ldingiz? Sizningki qurultayni ishlash uchun sababchi bo'lgan, turtki bo'lgan asos sabab nima? Bularga bir javob bergan bo'lsangiz. First of all, I would like to, on behalf of the World of Congress TV, say thank you for your work as an internee. One of the questions is, although you had a limited time with the World of Congress, 6-month period training internship, what were some of the biggest projects you worked on, accomplishments during that period that you have witnessed? And also, why did you choose to intern at the World Water Congress? Okay, thank you. One of the biggest projects for me was to help the World Water Congress because men Dünya Qurultayıga kelgandan keyin bir qancha cho'ng ishlarninki, bir qancha cho'ng proyektlar ustida o'zimning bir kuchlik hissamni qo'shishga muvaffaq bo'ldim. Asal München'deki merkezi işxanda işleş fursatından faydalanıp men Uyghur davasındaki naite az adam gücü bilen naite yuqur
önüm yaratıvatkan başta bir japalık hizmetlerine şahit oldum. Onun içinde her kaysi devletler bilen boğan alakalar, yerlik teşkilatlar olsun, halkal teşkilatlar olsun, bu vakan alakalar ve şu arkalık Uygur şeydeki böyle kurultayındaki merkez işhanısında başka işgallarda işlevatkan tınımsız küreş kıvatkan Uygur halkınınki hürlükki ve insan hakları için küreş kıvatkan bu kıyırdaşlardan bir saati boğallıkım için özümün aiti pek hoşal es kılım. Elbette beni bir yere İspanya'dan Germaniyaga kelip Dünya Kurultayıda praktik qilishga turtki bo'lgan nuqtaning birisi, hem de mühimi, men insan hakları hizmetine ait yaxshi ko'raman. İnsan hakları men uchun favqulodda muhim ve ben onu şu insan hakları hizmetide bir işlashni o'zimga bir qibulnoma ve g'oya edim. Albatta, shundaqla universitet o'qish jarayonida men Uyg'ur meselelerini yaqindan tanıştım. Ve Uygurlarning çekken azap okubatlarından men nayeti ko'nglim yerim bo'ldi. Jiq istaşlık qildim. Men nima ish qilib berayman? Mush savollarga javob izlash turtkusida men Dünya Uyg'ur Qurultayiga keldim. Bu yerga kelgandan beri bu yerdagi merkez ishxonadagi qarindoshlar meni shu nayeti qizg'inlik bilan xuddi o'zininki qarindoshlaridek, urug' tuqqanlaridek arg'a oldi ve shundaqla meniki bu yerda Uyg'ur masalasi haqida o'rganishim bilan yordam qilib qolmasdan balki o'zimninki boshqa kasbiy artıqçılıqımı cari qılırğan fürsətlər bilan təmin qıldı. Bular üçün mu Dünya Uyg'ur Qurultayidagi xodimlarga rahmat aytaman. Xo'sh, aziz ko'ruvchilar, yuqorida qurultayda ishlayotgan chet ellik xizmatdoshlarimizninki xizmat utuqlari va qurultay bo'lgan ko'z qarashlari haqida qisqacha to'xtalib o'tgan bo'ldim. Xo'sh, endi qaytadan Kun apandimga qaytib kelsak, bu yerda Kun apandimninki uyg'urchasi bo'lsa kurash. Bu Kun efendim küreş diyen isminde nait pəxrlımdı. Çünkü küreş diyen sözünki ma'nosini bilgandan keyin Uyghur davası için küreş qilayotgan bir insan bu üstümden benimki bunun keyin ismi küreş bo'lsin, men küreş deb chaqiringlar deb dedi. Hem biz normaldimi Kunni odatda küreş deb ataymiz, ham chaqiramiz. Xo'sh, sizge Uyg'urcha ismingiz bilan xitob qilsam, Küreş efendim, sizningki qurultayga kirgandan keyingi ishlash jarayonida qurultay bo'lgan pozitsiyangiz va bu ishlash jarayonida qanday hissiyatda bo'ldingiz? Bularni to'xtalib o'tish bilan birga 2023-yilda xizmat planingiz haqida qisqacha bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz, rahmat. So first of all, I would like to address you in your Uyghur name because your name represents what we're doing. It's fighting. It's fighting for a cause, and you really embody that. You do understand what it means. So, Kuresh, since you've joined the World Congress, what is your how do you view the World Congress, and how do you think, like, what do you think about the work that we're doing, and also just very, very briefly some key priorities for 2023? Well, first of all, I think that the World Congress, if you look at the global Uyghur cause and the organizations that Elbette Dünya Uyg'ur Qurultayı mening nazarimdagi Dünya Uyg'ur Qurultayı xalqaradagi ko'plagan Uyg'ur tashkilotlarga silishtiga vaqtda o'zininki kasbiychanligi va Uyg'ur davosiga bo'lgan yuksak mas'uliyatchanligi va shundaqla o'zininki tinimsiz kurashlari bilan mening qalbimdan yuqori o'rin olgan va Dünya Uyg'ur Qurultayini men Uyg'ur davosiniki muhim bir turki ve merkezleri de his qilaman. Elbette men ondan başqa o'zimniki Uyg'urcha kurashdiga ismimni aytib yaxshi ko'raman ve şu parlamentlar bilan bo'lgan faoliyatlarda o'zimni tanishtirgan vaqtda o'zimniki Uyg'ur ismi kurashni aytib faxrlanib turib tanıştırman ve umu meniki şu parlament a'zolari bilan tanishish ve ular bilan şu yaqindan sirdashish işlerimde bana aydı jiq payda ve istaşlıkını qo'lga keltirdi. Bizninki bu bir yıl işxonamizniki bu yıllık hizmetimizniki asası noktaları cümleden özümüzniki o'tgan bir qancha yildan beri qozongan natijalarimizni saqlab qilish ve onun ustiga texmi yangi natijalarni qo'lga keltirish. Biz o'tgan yillardan abayda o'tgandagidek bir qancha qonunlarniki ve qonun nizomlarniki chiqishiga turtki bo'lgan edik.
biz bu yılmı yine Uygur meselesiga aloqador Uygurlarni Xitoyniki Uygurlarga yuzayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish foydasi bor deb qaragan yangidan qonunlarning chiqishi uchun xizmat qilamiz. Uningdan boshqa yana biz shu Yevropa parlamentida yangidan chiqish oldida turgan mecbur emgakni cheklash va shundaqla davlat halqagan shirkatlarninki ta'minlash zanjiri saqlanayotgan mecbur emgak hodislariga bo'lgan tonishni o'stirishni shart qilgan bir ikki muhim qonun maddesi, ikki muhim qonun loyihasi ustida jiddiy xizmat olib boryapmiz. Bu ikki qonun loyihasi Uyg'ur qul emgakiniki cümleden Uygur qul emgakiniki cheklanishi, cümleden Xitoy shirkatlarining Uyghur qul emgakidan foydalanib Yevropa bozorida foyda tepishi ve onu Uyg'urlarni bostirish uchun ishlatilgan mana shunday jarayonniki Yevropada cheklanishi uchun biz qo'limizdan kelgan kurashlarni olib boramiz. Xo'sh, aziz ko'ruvchilar, endi ziyorat qilmoqchi bo'lganimiz Angliyadagi qurultay London ishxonasidagi xodimi Izabella xonim. Izabella xonim Uyg'urlarni intayin yaxshi ko'rdi, hatto Uyg'urlarning urf-odatlarini nihoyat yaxshi o'rganib, yaxshi amal qilishga tirishadi. Hatto Uyg'urlarning ismini normal ingliz chaqirishdimi, to'liq Uyg'urcha chaqirishga tirishadi ekan. Onun sırf İbayet'in biz bilen hem bir narsa ortaklaştı. Şarkı Türkistan İstiklal Marşı'nı yad tuttuk hem biz gibi okup bergen oldu. Ben bununla şahsen özümle ait tesirlendim. Bununla ben özüm şahsen rahmetimle ve suyuncumlu bildirgim var. Hoş Izabullah Hanım sizden sorayan sualım mı? Küreş efendimden sorulan sualı okşuktudu. Kurultayda işleyen beri qurultayga bo'lgan pozitsiyangiz va bu ishlash jarayonida qanday hissiyotlar bo'ldingiz? Buni to'xtalib o'tish bilan birga 2023 yillik xizmat planingiz haqida qisqacha bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. I want to basically thank you for learning about Uyghur culture and respecting the values and the traditions, and also for sharing your knowledge of the Uyghur national anthem. I personally want to thank you for that. And beyond this, the same question, since you've joined the World Congress, how do you view the organization, the work that we're doing, and also some of your priorities for this year? So, as a non-Uyghur, joining the World Uyghur Congress and watching the work that the World Uyghur Congress has done has been like a big learning process. It's involved learning a huge amount about a culture and a people that I didn't understand before. Men üçün bu Dünya Uyghur Qurultayı'da işleş hakikaten Uyghur halkınınki medeniyeti, filosofisi ve şundakla başka alaylıklarına ügünüş fırsatlarını, kıymetli ügünüş fırsatlarını temin etti. Ben bu ceryanda Uygurlarınki medeniyeti, tili ve şunundak kıymet karşı hakkında nurgulluğun bilimlerine eriştim. Ve şundakla Uygurlarınki şundak yaxşı nakş usul medeniyeti ve tamak medeniyetinden huzurlanışqa muvaffak oldum. Bunun için hemen naite köp teşekkür ettirmen. Bence Dünya Uyghur Qurultayı benim nazarimde Dünya Uyghur Qurultayı'nınki Benim nazarimde Dünya Uyghur Qurultayı'nınki en çok tutuklarınınki birisi cümleden bu Uyghur kırgınçılığı meselesi bütün dünyada tanınışqa başlagandan keyin Uyghur halkıga bir vakaletçilik roluna naiti yaxşı ve önümlük jari qilib keldi. Bunu Dünya Uyghur Qurultayı'nınki en çok benim nazarimde Dünya Uyghur Qurultayı'nınki en yaxşı qilgan tutuklarınınki birisi deb ko'raman ve Dünya Uyghur Qurultayı'nın Uyghur halkınınki buna hazırkıdak Uygurlar en qiyinchilikqa yuz boqqan muştaq mezgillerde dünyadaki murakkab siyasi sahnelerde Uyghur halkınınki ovozi bo'lib, tinmay, boşaşmay Uyghur halkıga dertlerini bütün dünyaga bildirip ve şundaqla Uyghur halkınınki taleplerini dünyaga yetkizish bilan o'zining rolini nayt yaxshi jari qilib keldi demekte. Bizningki London ishxonamizningki bu yillik xizmat nuqtasi nuqtaliq yig'inchoqlar o'tgan vaqtida
tövendeki bir qancha noktaga yig'inchoqlashga mumkin. Biz jumladan Angliya hukumatini va Angliyadagi texnik yuqori fan texnikalik shirkatlarniki Uyg'ur qul emgak masalasidagi mas'uliyatlarini tonutish va ularni tadbir ilishga majburlashdan iborat. Albatta Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish Angliya hukumatiningki bevosita qo'ldan kelmasligi mumkin, lekin bu Uyg'ur qirg'inchiligi Uyg'ur kelmasligi mumkin, lekin Uyg'ur qul emgakini Angliyada to'xtatish ularning qo'lidan keldi. Shuningdekla cho'ng yuqori fan texnikalik shirkatlar o'sha Uyg'ur qul emgak kemidan foydalanib foyda undirib atadi. Biz buna qarab tursak bo'lmaydi va Angliya hukumati jumladan o'sha o'zining qo'lidan keldigan mishadagi majburiyatlarni to'nib yetishi va uni to'xtatish uchun to'xtatish uchun zarur bo'lgan ma'muriy tadbirlarni elish kerak. Biz buni haydakchilik qilamiz. Uningdan boshqa yana Angliya Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilgan davlatlarning birisi. Biz Angliya hukumatini boshqa davlatlarning Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilishiga va shundaqla xalqaro Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish uchun bir ittifoq hosil qilib, bu yerdagi bu insoniyatningki cho'ng bir fojiasiniki bo'ldiroq tamamlanishi uchun to'xtatish uchun harakat qilamiz. Xo'sh, aziz ko'rmanlar, endi ziyorat qilmoqchi bo'lamiz Qurultay markazi ishxonasidagi ishlayotgan xodimimiz va Qurultayning Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurbon Akandi bilan hamkorlashib German tillari, ya'ni nemis tillari so'zlaydigan davlatlar, jumladan Germaniya, Avstriya, Shveysariya, Liechtenstein degan davlatlarda ishlarga mas'ul bo'lgan xodimimiz Efa xonim. Sizden so'raydigan savolim, Qurultayda ishlash jarayonida shu xatolashmasam chet el xizmatida ichida eng uzun bo'lgani siz deb o'ylayman oramizdagi. Bu jarayonda Qurultayda ishlash orqali qanday pozitsiya paydo bo'ldi sizga Qurultayga qarata, uningdan keyin qanday hissiyat bo'ldingiz? Buni deyish bilan birga 2023-yil xizmat planingiz haqida qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. You are the one who joined the earliest among the non-Uyghur staff. So, as you are responsible for also the advocacy efforts in German-speaking countries, not only Germany but Germany, Austria, Switzerland, and Liechtenstein, what are your upcoming priorities? Yeah, one of our top priorities, of course, is like continue our work in the parliament, especially like diversify more our support. Right now, we're mostly getting support in the parliament from the human rights. Meningki Dünya Uyghur Qurultayıga bo'lgan ko'z qarashimi boshqa bayam so'zlab o'tgan qarindoshlar bilan o'xshash. Dünya Uyghur Qurultayı Uyg'ur davosini ilib borayotgan bayroqdor bir tashkilot. Men uningki qilgan xizmatlariga, qo'lda keltirgan utuqlariga chin dilimdan qayliqim bo'lganligim uchun bugungacha bu yerda izchil xizmat qilib kelyapman. Bizningki Germaniyadagi xizmatlarimizningki muhim nuqtasini tövəndi. Bizning Germaniyadagi xizmatlarimizning muhim nuqtasini tövəndiki 3 nuqtaga yig'inchoqlash mumkin. Birinchisi Uyg'ur qul emgakiga qarshi turadigan faoliyatlar. Hammalarga ma'lum Germaniya Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy aloqasi eng chunqur Yevropa davlatlarining birisi va Germaniya va Xitoyning eng cho'ng savdo shirki va nurg'unlagan German korxonalari Xitoyda iqtisodiy ishlarni olib bormoqda va bu jarayonda ba'zi bir davlat alqagan cho'ng shirkatlarning jumladan Volkswagen o'xshash cho'ng shirkatlarning Uyg'ur qul emgakiga chetishlik bo'lgan satchiliklari, realliklari maydonga chiqmoqda va ayni zamanda yana Germaniya bu nuqtani to'nib yetib o'tgan yili ta'minlash zanjiri qonunini parlamentdan o'tkazgan edi. Bugun yoki bu yil bu qonun rasmiy kuchga ega bo'ldi. Biz shu taraqqiyotlarning cho'rdiga altida German shirkatlarininki Uyg'ur qul emgakiga diki mas'uliyatlarni qonun bo'yicha surishtirish va ularninki Uyg'ur qul emgakininki to'xtatish uchun zarur bo'lgan hasisni qo'shqa undash va majburlash uchun xizmat qilamiz. Ikkinchi muhim nuqtamiz Germaniya va German tildagi davlatlarda
parlamentda Uyghur qirg'inchiligini e'tirof qildirishga davomli haydakchilik qilish, bayam Izabella deb o'tgandagidek davlatlar o'zininki bu masalaga tutgan pozitsiyasini cho'qim aniq bildirish kerak. Bu qandaqdir normal inson haqlari dafsanchilik bo'lmasdan cho'ng bir qirg'inchilik. Buni faqat mush qirg'inchilikni qirg'inchilik qilib e'tirof qilgandan keyin bu masalaning ig'irligini va uning bilan zo'r bo'lgan tadbirlarni maydonga chiqaradi. Uningdan boshqa yana bir xizmatimizning muhim nuqtasi Germaniyaningki yangi Xitoy strategiyasini belgilash haqidagi xizmatlarimiz. Hammaga ma'lum, Germaniyada yangidan Germaniyada yangi hukumat tashkillangandan keyin o'zininki o'tganki 10 necha yildan buyongi Xitoy strategiyasida jiddiy o'zgarish yasashni plan qilmoqda. Biz Dunyo qurultiyi mushaqdagi xizmatlarga bo'lgan yetakchilik qilish va hamkorlashni davomlashtiramiz va Germaniyaningki Xitoy strategiyasida ijobiy qadam tashlashiga turtki bo'lamiz. Aziz ko'rmanlar, endi Evita xonimdan so'raydigan savolimiz bo'lsa, Evita xonim deb o'tgandek, Prag ishxonasininki direktori. Siz qurultayda ishlash jarayonida qurultayga bo'lgan hissiyotingiz va pozitsiyangiz haqida qisqacha to'xtalib o'tish bilan birga 2023-yillik Prag ishxonasininki plan haqida, jumladan Visegrad davlatlaridagi planlarimiz haqida qisqacha bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz, rahmat. So lastly, Iveta, as you are responsible for the V4 countries, since you've joined the World Food Congress, what is your also the feeling that you have towards World Food Congress, the opinion that you have formed about the organization, and also your upcoming priorities? Okay, so thank you very much for welcoming me to World Food Congress, and it's very hard to say in like so limited time what I want to say, but I would say I totally agree with Kun and with Izzy. Bu yerda shu Dunyo qurultiyidagi boshqa xodimlar bilan birga o'tirib, shunaqa suhbatlashish fursatiga bo'lganligim uchun ko'p rahmat. Men Dunyo qurultiyiga xizmat qilayotgani va xizmatlarda yordamchi bo'lib bak uzun bo'lmadi. Lekin mushtabiq qisqa vaqtning ichidami men nurg'ulg'an meni aqdan ta'sirlanadigan nuqtalarni ko'rib yetdim. Jumladan Dunyo qurultiyiniki haqida mening nazarimda Uyg'urlarniki haq huquqi va erkinligi uchun kurash qilayotgan eng muhim ovozlarniki birisi. Bu Dunyo qurultiyidagi xodimlar bayanma bir qancha xizmatdoshlarim deb o'tgandagidek kecha kunduz tinimsiz Uyg'ur xalqining ozodligi va hurligi uchun xizmat qilmoqda. Men bu jarayonda ularning jafoli xizmatlariga shohid bo'ldim va o'zimninkimi bu texmo jiqtirish kim kerakligini his qildim. Men bu jarayonda yana Uyg'urlarning madaniyati va jumladan Uyg'urlarning tamoq madaniyati va san'at madaniyati haqida tanishga ega bo'ldim va uning va buni yashashga fursatga ega bo'ldim. Shuning uchun sizlarga menga bunday bir fursatni ato qilganingiz uchun ko'p rahmat aytaman. Albatta xizmatimizning muhim nuqtasiga kelsak, bu Sharqiy Yevropa davlatlarida Uyg'ur davosi tig'i bek tonilmagan bir holatda turibdi. Buningki nurg'un tarixiy nimalari bor, sabablari bor. Biz bu yerdagi bu cho'ng yo'chiqni to'ldirish uchun xizmatimizning muhim nuqtasini buni qaratdik. Bu yerda bizningki xizmatimizning bu yillik asos nuqtasining birisi jumladan bu Germaniyadagi jumladan bu Sharqiy Yevropa davlatlaridagi va Chexiyadagi universitetlar, ilm adamlari va aql omborlariga bu Uyg'ur davosini texmo chunqur anglatish va bu yerda Uyg'urlarning huquq uchun kurash qilgan mush davlatlardami Uyg'urlarning huquq uchun kurash qilgan yangi ovozlarni, yangi kuchlarni shakllantirish bu bizning bu yillik xizmatimizning muhim nuqtasi deb o'ylayman. Xo'sh, aziz ko'rmanlar, yuqorida Dunyo qurultiyininki markaziy ishxonasi asoslangan dunyoning har qaysi yerlaridagi chet ellik xizmatchi xodimlar bilan qisqacha tanishgan bilan birga ularningki qurultay bo'lgan pozitsiyasi va 2023 yil xizmat planlari haqida xabardor bo'lgan bo'ldik.
Bugünkü programımız beşikçi olsun, aziz görürmenler, keyin qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha amon bo'lgaysizlar. İspaniyaningki Barcelona shahridan hammanglarga o'tliq salom. Men riyosatchi Iftikhor Abdurashid. Allohga omonat bo'linglar.